Gemorroy to'g'ri ichak rakka aylanadimi degan savolga javob beraman. Hech qachon gemorroy to'g'ri ichak rak kasalligiga aylanmaydi. Lekin to'g'ri ichak hamda anal kanali rak kasalligini keltirib chiqarishda ma'lum bir omil sifatida ishtirok etadi. Birinchi navbatda gemorroy bo'lgan bemorlarda anal sohada to'g'ri ichakda qon aylanishi biroz buziladi. Shuni hisobiga rak kasalligi keltirib chiqaruvchi omil hisoblanishi mumkin. Ikkinchisi bu gemorroyni tashqariga doimiy ravishda kirib chiqishi hamda uchinchisi bu gemorroy tugunlarini doimiy ravishda yallig'lanishi ham qandaydir ma'noda rak keltirib chiqarishiga bir omil sifatida ta'sir qiladi. Sababi bu gemorroy tugunlarini ustini anal kanalining shilliq qavati qoplab turadi. Gemorroy yallig'langandan keyin shilliq qavatda ham yallig'lanish jarayoni bo'ladi. Surunkali yallig'lanish esa har doim ham rak kasalligini kelib chiqishida ma'lum bir omil sifatida ishtirok etadi. Gemorroyni to'g'ri ichak yoki anal kanali rak kasalligi aylanmasligini asosiy sababi bu ularni to'qimasini har xilligi, ya'ni bu qon tomir, u esa shilliq qavat ekanligidadir.